Assalomu alaykum do'stlar, hammaga xayrli tong. Biz Isroil davlati Tel Aviv Azur shahridamiz. Xudo xolasa mana ertalab tong sahardan aeroportga yo'l oldik. Ya'ni Tel Aviv Ben Gurion nomidagi xalqaro aeroportiga bugun bir sherigimiz uchib ketyapti. Shuni kuzatib qo'yishga chiqyapmiz. Xudo xolasa hammamizga mana shunaqa eson-omon o'z yurtimizga yetib olishlik Allohning nasibi ro'za aylasin. Hozir sherigimizni kuzatib qo'yish jarayonlaridan video qilaman. Video davomida ko'rishingiz mumkin. Marhamat. Xudo xolasa yo'lga ham chiqib oldik. Mana shunaqa firmamiz tomonidan mashina jo'natishgan. Mana shunaqa mashina bilan kelib o'zlari olib ketishib ko'rsatib ham qo'yishadi. Xolasa aeroportga ham yaqinlashib qoldik. Hali aeroportda bo'lamiz. Aeroportga ham yetib keldik. Hozir ichkari kirib sherigimizni registratsiyaga kuzatamiz. Ko'rib turganingizdek ichkaridagi holat emas. Mana shunaqa pasportni proverka jarayonlari boshlandi, sanashyapti. Chemodan, aeroport, samolyot, polyotda xudo xolasa. O'zbekiston Airways hozir tomonidan kutish zaliga o'tiladi. Kutish zali mana shunaqa ko'rinishga ega, ko'rishingiz mumkin. Hozir bu tarafda samolyotlarni ham ko'rishingiz mumkin. Do'stlar, hammamizga Xudo xolasa mana shunaqa kunlar nasib qilsin. Sog' bo'ling, omon bo'ling.